Birinchi o'ringa ko'tarilgan edi. Bunyodkor jamoasi futbolchilari ana shu qarash qaytarib olinishi ehtimoli bor. Qisqasi, anchagina qiziqarli o'yin ko'ramiz degan o'ydaman. O'ylaymanki, o'ziga yarasha statistika juda ham kichik. Har ikkala jamoaga omad tilaymiz. Ham bor. 3 tadan ko'p kirgan holda ularni buni ta'qib etishyaptilar. Mana shu uchalasi biror bir vaziyatni hozir tarkib o'qiyotganda o'tkazib yubormagan bo'lsam, sodir bo'lgan bo'lsa, hozircha men ko'rganim yo'q. Xorazmliklar hujumga o'tmoqda. Yaxshi harakat va aniq uzatma bor. Zarba yo'llandi va darvozabon bu to'pni bartaraf etishga erisha olayapti. To'p yo'nalishini o'zgartira oldi. Mana bu yerda esa zo'r uzatmadi. Chiroyli kombinatsion tuzilmani ko'rdik, chizgini ko'rdik. G'alaba qozonishini isbotlashga harakat qilishda davom etyapti. Xorazm esa ko'rib turganingizdek, to'pni qabul qilishi bilan hujum masalasini ko'ndalang qo'ymoqda. Shahrom hozir jarima maydoniga kirib keldi. Zarba va darvozabon turgan nuqtaga yo'naltirilgan to'p to'g'ri darvozabonning qo'liga tepib beryapti. Rustam ham. Xo'p, jarimadan to'p o'yinga kiritiladi. Jarima maydoni ichiga yetkazib beriladi. Bubaniyadan zarba va Buxoro ham o'zini tayyorgarligini, kuchini ko'rsatib bo'ldi. Qarib tutib oldi. Kachori bor ekan sherigi. Shrolerning zarbasi, darvozabon Sardor Qobiljonov. Yaxshi harakat qildi. Markazga Sadbek zarba uchun yaxshi imkoniyat, yaxshi zarba. Nikolas Mali va bo'ldi. Kamdan kam uchradi. Vaziyat ham bo'lmadi. Rustam Abduhamidov va Shahram Shamsiyev. Hakim G'uzayevov bosh murabbiy. Qisqasi 6-tur voqealari rivoji indinga yakuniga yetadi. Bu pallada esa zarba imkoniyat va to'p darvozaning imkon berganliklari uchun Shortiyaning yo'llagan zarbasi bir ko'rinishi. Ikkala jamoada ham mana shu holat. Shahram darvozabon zo'r o'ynadi hozir. Shahram Shamsiyev yaxshi holatga ega bo'lgan edi. Bunyodkorning hujumi, zarba. Kachori bu safar ham ulgurmadi. Katta farq bilan ketgan ekan Abdullajonovning uzatmasi. Ko'rsatkich yomon emas. Ammo gol yo'q. Bunyodkorning hujumi so'nggi daqiqalar mana shunday ko'rinish bilan davom etmoqda. Xorazm darvozasi oldida vaziyat va hozir Kachori o'zining 5-goliga juda yaqin kelgan edi mavsumdagi. To'p burchakdan o'yinga kiritildi. Sanjar tepib qolishi ham mumkin, tepdi ham. 5 ta o'zgarish amalga oshirdi Xorazm jamoasi bosh murabbiyi. Mana bu yerda esa yordamiyle to'pni sheriga yetkazib bergan edi. Hozir o'zi tashlandi, o'zi yiqildi, o'zi jarohat oldi, joyidan turgani yo'q. Mana bu yerda esa xavfli vaziyat bo'lishi ehtimoli bormi? To'p kirib chiqib ketdi-yu. Sardor Abdunabiyev. Sardor. Keyin ko'ramiz nima bo'lganda. Xonjon Alijonovga. Yo'q, yana biroz vaqt bor ekan.
Mana bu yerda esa xavfli vaziyat bo'lish ehtimoli bor va yana bir urinish. Franses Narx uxlab qoldi bugungi o'yinda. Darvozabondan zo'r uzatma, e'tibor qiling. Bobojonov oldi, tepdi, darvoza ustuniga tegdi. Franses Narx esa ulgurmadi. Boyaga vaziyatda Franses Narxga yo'q, tugadi hammasi.